narsalar o'zi bilib turibsizki, bu o'ltiraman va bugun men kompot demak kuznetsani qishloqdagi kuznetsani quraman va men hozir narsalarimni olishim kerak. Unga kerakli narsalarni olib olishim kerak va olishni boshlayman. Oppa, ana olib bo'ldim. Endi esa qurishni boshlaymiz. Bizga mana shu narsalar kerak bo'ladi. Va oyna ham kerak bo'ladi. Buni esimizdan chiqarmaymiz. Tak. Birinchi bu biz mana shu yerda kesib olishimiz kerak. Tak, sindiramiz. 7 ga 10 qilib sindirimiz kerak. Tak, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ana sindirib bo'ldim endi u tarafiga ham kesib olish kerak. Keyin uni ichini tak, nima desam ekan, toshdan, bulojnikdan qilishimiz kerak bo'ladi. Tugatdim. Endi qo'yib chiqishim kerak. Ha, bulojnik qo'yish kerak. Bu обязательно. Bu kerak. Qo'yib chiqqanimizdan keyin уже tak devorlarni qurishni boshlaymiz. Keyin qurib buni polni qurib bo'lganimizdan keyin bo'lar menga obuna bo'lib qolishni va like bosishni esingizdan chiqarmang. Menga 20 ta bo'lish kerak. 20 ta obunachi bo'lish kerak kanalda. Iltimos, obuna va like bosib qo'ying. Endi biz shunaqa qilib daraxtlarni qo'yamiz, shunaqa. Keyin 2 blok qoldiramizda, 2 blok qoldirib tur blok tipaga yasaymiz. Mana tur blok. Keyin 2 blok qoldiramizda yana yasashni boshlaymiz. Yo'q. Bu yoqqa emas, u tomonga qilinadi, u tomonga. Bu tomonga qilish kerak ekan. Va qo'yamizda 2 blok qoldirib tur blok tipaga quramiz. Keyin biz taxtalarni 3 blok tipaga qilib ichini to'ldiramiz buni. Oxirgi tepasiga bulojnik qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin biz taxta olamizda mana shunday holatda qo'yib chiqamiz. Ozgina teshiklar qolishi kerak. Bu derazalar rolda o'ynaydi. Bitta devorda 2 ta kichkina derazacha bo'lishi kerak. Ha, mana shunday. O'ylaymanki to'g'ri qilyapman. Undan keyin esa uni tepasiga albattagina bulojnik qo'yish kerak. Keyin bu holatni boya devorga xuddi shunday qilib taxtalarni qo'yib chiqamiz. Xuddi shunday qilib. Meni orqamdan qaytaring. Qo'yamiz. Ana qo'ydim. Keyin u bulojnikdan 4 ta blok qolishi kerak edi-ku. Bu yerda 3 ta. Mencha bitta xato qildim. Buni to'g'rilash kerak albatta. Tak, nimada xato qilgan ekan? Tak, 1 2 tak. Buni topdim do'stlar. Men asli 10 blok emas, 9 blok uzunga qilibman. Shuning uchun menda noto'g'ri chiqibdi. Ana, endi to'g'ri chiqdi. Va 4 ta blok qolishi kerak edi. Va biz keyin yana bulojnik qo'yamiz uni ustiga va bu bulojnikli devor ham qurib qo'yamiz bu yerga. Chunki bu yerda lava turishi kerak. Qo'yamiz. Undan keyin mana shu yerga turamizda eshichani qo'yib yuboramiz. Keyin uni ustiga taxta qo'yishimiz kerak, mana shunday qilib. Undan keyin esa bunday qilib burchachaga qo'yishimiz kerak. U burchachada fakel turishi kerak. Keyin bular bizomizda bulojnik qo'yib qo'yishimiz kerak. Undan keyin esa mana yoqqa bulojnik qo'yishimiz kerak. Ha, mana shunday. Endi esa lava qo'ygan joydan
boshlaymiz. Bu yerga lava qo'yadi. Siz buni bilsangiz kerak. Mana shunday reshotkalar va tepasiga bulujniklar qo'yib qo'yishimiz kerak. Keyin lava qo'yamiz. Keyin bu yerda pechka turishi kerak. Yo'q. Bu yerda emas, bu yerda pechka turishi kerak. Shunday pechka qo'yamiz va uni tomini qilishimiz kerak. Tomini qilishimiz kerak. Tomini boshlashimiz kerak уже. Keyin tomini qurishni boshlaymiz. Mana bunday qilib qo'yib, tomini qilishni boshlaymiz. Tak, mana shunday. Tak, mana turamiz. Keyin yana bitta qo'yamiz. Va tomini albattagina bulujnikdan qilishlaringiz kerak. Qo'yamiz va keyin zaborni olamizda mana bu yoqqa burchakka qo'yamiz. Keyin daraxtning yoniga qo'yamiz. Bir blok orasida bo'lishi kerak. Keyin bunaqa plita olamizda, toshli plita. Keyin buni bunday qilib blokka aylantirib olamiz, ikkita qo'yib. Keyin uni tepasiga ham burchak granitsalarga qo'yib chiqish kerak, burchaklariga, ostlariga. Ancha ko'p xato qilaman. Bu yerni tomini esidan chiqibdi qilish, qo'yib kerak. Qo'yib bulujnikdan. Undan keyin plitani qo'yishni boshlaymiz. Mana shu chiziqlariga qarab qo'yamiz. O'rtasiga, ichiga qo'ymaymiz. Unday mumkin emas. Faqat shu tomonlarga qo'yib chiqishimiz kerak. Bunaqa plitada. Yomg'ir ketvardi, yomg'ir. Va tugatdik, bolalar. Biz buni tugatdik va mana shu kuznica kompotni bizga o'xshadi. Agar sizga yoqgan bo'lsa, obuna va like bosib qo'ying videoga. Siz ham mendan ko'rib